Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçler. İslam ve Biz programımızın 77. sanını görüşünlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqun. Qadirli görürmələrimiz, həmməlağı məlum olğandək, biz bu programımızı başlayan gündən başlap her hafta şu saatte xilma-xil temalarda her bir Müslümanın çoxum eniq, roşan düşünüşü gerek bolğan məzmunlarını asas qılıb durub tema şekilde huzurunuzga sunuvatımız. Rabbim inşallah bu söylengen derslerden tegişlik nisibimizni elip şu düşünce asasıda hayatımızı toğurlap meğişqa nisip kılışını tövəncik sorayımız. Bugün bu inşallah şunun cümlesinin huzuruna oturduğluk tünügün eylem belgenimizdek. Bugün biz intayın muhim bir tema toxtalımız aldılar. Programımızdan daimlik aziz mehmeni hem Allah tanışıp boğan hürmetli Ustaz Şərq Türkistan Ölüm Ala Birliği Azası şundaqla Dünya Müslüman Alına Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşğari'ni təklif qıldıq. Hürmetli vaxtını çıxırıb qədəm təşəkkür qılğanlıq üçün ondan köp rahmet etdiniz. Rahmet. Allah razı olsun. Qadirli görürmələrimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq naq meydandan tarixlib atıdı. Ekran aldı çıxıb duruyatqan numurlar arqılıq programımızga alaqadar fikir təklif berişinlarni şundaqla köplügən qeyrindaşlarımızdan paydalanışı üçün hem bəhrləb qoyuşuna hem unutmayızlar. Bundan sonra kirib kessek bu tünügümüz elanımızda bəgəndək bugün kimler Resulullah'ın qeyrindaşları buluşqa ərziydi degan bir ünvan qoyduq. Anlamakka başqaça tuyuluşı mümkün dəmanlıqqa. Bu nime degan gepti deb. Hammalarga belki köpünçanlar bilisizlar. Biz nurgun Müslümanlar hem de normalde Resulullah'ninki devrede Resulullah bilen birge yaşayanmağanlığımızdan kaşki şu sahabeler bilen şu sahabelerninki tarihini okuqa vaqtimizda u yerdeki Resulullah bilen o'tirsida bo'lgan ishlar Resulullah'ninki qanchalik kuyundiganligi sahabelerge o güzel menzillerini okuqa vaqtimizda şunu arzu qilib ketimiz bir Müslüman bo'lib üstümüzden. Kaşki biz mi aşındaq bir devirde yaşab qalgan bolsak Resulullah bilen bir septaş bulup degandek arzu qilimiz. Albatta Müslüman bo'lib üstümüz bilen. Ama bugünkü temamiz Resulullah, hatta biz şu Resulullah'tan keyinki ümmet ta kıyamet qaim bo'lg'uch qilgan Resulullah'ның ümmetininki gerçi Resulullah'ni ko'ranmasak mı, onun bilen bir devirde yaşayanmasak mı, yana bizning faxrlanishimizga arziydigan bir devirde yaşab qalganligimizni, ahir zamanda yaşab qalganligimiz uchun faxrlanadigan bir hoş bisharat süptide bir Resulümüzün sözü var. Resulullah bir günü şu qeyrindaşlarımni sığınıp ketdim degan vaqtida sahabelerge biz senin qeyrindaşlaring emasmi ya Resulullah deganda onun gayet güzel cevap verdi. Bunu hazır açmayayım. Şunu bugün biz Resulullah'ın qeyrindaşları kimler arzuydu Resulullah'ın qeyrindaşları buluşqa her qanday bir Müslüman İslam'a ergashganning hammasi qeyrindaşları buluşqa layıqmi emasmi degan bu temini yoritib berishga tirishimiz. Albatta bu darsdan keyin, bu suhbatdan keyin har birimiz mushunchalar fitna davrida yashayotgan bo'lsakmi, atrofimiz har xil fitna fasodchilik, nurg'unlagan qalaymaqonchiliklarda yashayotgan bo'lsakmi, yana o'zimizdan bu islom bilan sharaflanib, shu Rasulullahning ummati bo'lganligimizdan boshqacha faxrlanib, boshqacha Rasulullahga texinbek muhabbat bog'lashimizga sabab bo'lgan bir dars deb qarayman. Şuna ustoz kirib kelsak bevosita oldi bilan biz şu payg'ambarimizning Resulullah'ning qeyrindaşları kimler degan bunu bir aytib berib, undan keyin suhbatlarga kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Biz Müslüman bolu süptümüz ölen peygamberimizden ki ümmeti bolu süptümüz ölen peygamberge qeyrindaş bo'g'idek bir salahiyet bizde tepilandı, tepilmem. Hoş. Qeyrindaş bo'g'idek bir holatni o'zimiz shakllantira oldikmi yoki o'zimizni aldavtamdik degan bu savol haqida har birimiz musulmonlikni da'vo qilsak o'ylanishga, tafakkur qilishga ham o'zimizni islomning tarozisiga bir sep baqishga to'g'ri keldi. Buna asasen her bir qeyrindaşqa deymiz ki mendan tatib agar siz islomga mansub bo'lsangiz, Peygamber aleyhisselam'a iman keltirgan bo'lsangiz, Peygamber aleyhisselamdan ummati deydigan bo'lsangiz,
Siz qo'yilgan bir savol. Agar payg'ambar sizning uyingizda bo'lgan bo'lsa, mehmon bo'lib kelgan bo'lsa, yoki siz payg'ambarniki bir maktabida o'quvchi bo'lgan bo'lsangiz, yoki payg'ambar bilan bir so'rinda o'tirib dinning prinsiplari, ahkomlari, ko'rsatmalarini o'rganayotgan bir shaxs bo'lgan bo'lsangiz, qanday bir tuyg'uda bo'lgan bo'lardingiz? Payg'ambarga hurmatsizlik qilamdingiz yoki hurmatlamdingiz? Payg'ambarni ko'rgan shu hissiyotda yurak so'qishingiz qanchalik tuyg'uda bo'ladi? So'g'uq bo'lamidi bugungi o'xshash yoki sahobalarga o'xshash ota-onam pido bo'lsin. Mening hayotimdan sirt, mening mol-mulkimdan sirt, mening butun vujudimdan sirt. Pidoki abi va ummi Rasululloh, ya Rasululloh. Ota-onam islom uchun pido bo'lsin, sizning yo'lingiz pido bo'lsin degan bu shiorni deyarlar sahobalarga o'xshash. Xo'sh. Bundan bir iman tuyg'usini, ya'ni Rasulullahga ishonganlikning ifodasini oshkorlay olamiz yoki bo'lmagan bo'lsa qarab turamiz yashaydi. Qanday tuyg'u bo'lgan bo'ladi qarindoshlar? Rasulullahning zamonida yashagan bo'lsak, yoki Rasululloh bugun bo'lgan bo'lsa, qanday orzular bilan, umidlar bilan yashagan bo'ladi? Rasulullahdan nimani kutgan bo'ladi? Acaba biz Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti bolu süptümüz bilen Peygamber Aleyhisselam'a yarıgıdak bir ümmet, yani bir Müslüman salahiyetini özümüzde toluqlayalgan mıdık, ya toluqlayamagan mıdık? Men senin yolun boyunca mangdım diyelemdik, ya ki olmagan bolsa günah ma'siyat petip kettim deb ya qaramdik. Men seni razı kılalıqdak bir ümmet bolumen deb va'da berelemdik, ya ki olmagan bolsa mening halim şu. Men bir abgah, mening tayinim yok. Ağzımda Müslüman ameliyatda komünist, ya ki liberal, ya ki omuz yanı bizim için hep qarab o'tiramdik. Buni her bir qarindosh o'ylanib baqishga, o'zidan so'rab baqishga, hem Kur'an sünnetininki taraz boyunca bir ölçep bakış tegishli bir savol. Eğer Peygamberimiz bo'lgan bo'lsa etrafımızda, Peygamberimiz xotirjam bo'lsa, sahobalar manga yo'lda mangamiz. Sizlar sizlarga yo'l bo'yicha mangamiz. Haqiqat yo'ldan hergiz burilib ketmaymiz diyelemdik yoki bo'lmagan bo'lsa, sening gaping bilan nima ishimiz? Bugungi zaman sening zamoninga o'xshamaydi. Bugün texnik devre, uçur devre, bugün xaligancha jo'laydigan devr. Sen nim bo'lsang bo'l, payg'ambar bo'lsang nima qarimiz deb nankorlik, tuzkorlik qilgan bo'lamiz. İsmimizde Müslüman, davada Müslüman ağzımızda, ama namaz yok. İslam'dan birinci şuarı olan namazımız hal qaraşma. Al sol pulumuz olgan bo'lsa, necha yillarcha zakat bermay bixirlashib ketgan. Cemiyetinin ihtiyacı ve yetim isirlarının halinden haber almagan. Adalet, erkinlik, beraberlik, hürlük diyen koç İslam'ın prensiplerini müdafaa kılış, qo'g'dash, mustahkam duruşta bo'lanmagan. Bir Müslüman durup İslam'a vekillik qilish obrazını özde yaratamagan. İslam'a davet qilishda ahlaqi bilan, fikri bilan, iqtisodi bilan, hayoti bilan, ko'rinishi bilan İslam davet qilishga harakat qilmagan. Müslümanların gemini yiyishni xohlamaydigan, ummat desa ochiq keladigan, payg'ambarga mansub ummat degan vaqtida yuraklar birnin bo'lib ketadigan, bu kadar passivlashmaysiz inson holatingizda ifodalangan bo'lamisiz qarindosh. Nima da'vo qildingiz? Balkim deyishimiz mumkin, yoki siz deyishingiz mumkin. Men namaz o'qimagan bilan sizni yaxshi ko'rmay ya Rasululloh deyishingiz mumkin. Zakat bermagan bilan sevgi muhabbatim bor deyishingiz mumkin. Va men islomga amal qilmagan bilan lekin qalbim yaxshi pok odam bo'lsam, men hech kimni tillamaydigan, haqorat qilmaydigan odam bo'lsam, sevgi muhabbatim bor deb rivoyat, roman o'qishingiz mumkin qarindosh. Ammo sevgi muhabbat qanday bo'ladi? Bu og'izdagi quruq gap bilan, rivoyat bilan bo'lgan narsa emas bu. Bu roman emas bu. Resulullah'a sevgi, muhabbet ve adam Resulullah'ın yolu izchil mağdı. Ergişip mağdı. Emili hareketi bilen, sözü bilen, ifadesi bilen, tefekkürü bilen, dünya karşı bilen, idisi bilen Resulullah'ın yolunu tutmağı. O vaxtda Resulullah'a ümmet olaydı, Müslümanlık
şuarını o vaqt ifodalagan. Bu holat sizda bormi yo'qmi? Mendan tartib savol. Buna nima deb javob berasiz? Faqat Ahmad Samat bilan bizniki musulmonligimiz tugandi. Masjid kirgan chog'da musulmon siyosat chiqqan chog'da fasiq o'g'ini bo'lamdi. Bu savollarni o'zimizdan so'rag'an vaqtda har birimiz Peygamber Aleyhisselam qarindosh bo'g'idek xarakter, salahiyat menda bormi, yo'qmi degan bu savolga javob topa olish mumkin. Kunlardan birida Peygamberimiz Allah Teala'nın bildirişi bilan o'zi o'lib ketgandan keyin bu dunyoda qiyomat kun qadar yuz beradigan bir qism g'aybiy masalalarni Allohning bildirishi bilan bizga deb berdi. Fitna fasodning ko'payib ketadiganligi, musulmonlarning bugungi o'xshash bir ojiz holat chiqib qolganligi. Gerçi Xandak urushida va boshqa urushlarda dunyoning eng oldida kuchli bir davlatga aylanadiganligini bishorat bergan bo'lsa-mu, ammo 20-asrni maqsad qilgan bo'lsa kerak payg'ambarimiz fitna fasodning avjab ketadiganligi, musulmonlarning ojiz o'rin uchib qoldiganligi, xafalikdanki hassalab eshib ketadiganligi, hatta bir bölük musulmonlarningki, xristianlarningki ideyasi bo'yicha yoki yahudlarning falsafasi bo'yicha yashashga yirismanligini, yirisman bo'lib ketadiganligini, shularning yo'liga erishib ketadiganligini xabar qilgan. Gerçi bugün devletimiz bo'lgan bo'lsa-mu deb. Gerçi bugün en küçük bo'lgan bo'lsak-mu, bundaki musulmonlar dunyoviy kuchga aylangan bo'lsa-mu, lekin uning kaynidan keyin ismida musulmon, ammo bir xafalık kaz bardoshlik ko'rolmaydigan, sinoq kaz bardoshlik ko'rolmaydigan, dunyoning ahvoliga ko'rib e'tiqodini o'zgartiradigan lashmijaz bunda bir insonlar bo'ladi. Bularning bir qismi Yahudiga ergashadi, bir qismi Xristianga ergashadi. Ya'ni bu deganlar ikkisi maqsad emas. Ya'ni Xitoyga ergashadi, Rossiyaga ergashadi, yana mandashlik aytgancha islom aqidasidan boshqa qanday bir aqida falsafa bo'lib qolsa, yo'l ketib berib, tap qoldigan, o'zining mijozini xuddi kimni almashtirgan bu sifat odamlarmi oranglardan chiqadi. Bular dindan kimni salib etgandek chiqib ketdi. Shundaqda surat bir kechani o'zida. Deganda musulmonimiz kechdi kafir bo'ldigan bu xil holatmi yuz berdi. Shu davrda belki bugungi zamonimiz maqsad qilgan bo'lsa kerak, musulmonlar islomga amal qilmaganlik, islomning ko'rsatmasini hayotida tutib olmaganlik uchun ojizish bo'shab ketadi. Bu sebepten dünyada bular dasturxon tashlangan yemekka aylanib qoladi. Hamma odam kelib yeyme deb turgan, bulang-talang qilma deb turgan yemekka aylanib qoladi. Mahkumlikqa, mustamlika xafalık duch keladi. Mushundoq bir holat yuz berdi. Xo'sh. Bu voqelik deb bo'lgandan keyin ish mushundoq bo'lib ketadimi? Bunga bir qarish to'g'ridek erkaklar chiqmasmi? Özüne men Muhammed'in ümmeti deb da'vo qildigan azbatlarning ichidan bu xo'rlikqa qarshi turadigan, tajovuzchilik qarshi turadigan, islomning izzati uchun, Allohning so'zining ustun bo'lishi uchun, musulmonlarning izzat sharifi uchun badal to'laydigan bunday erkaklar chiqmasmi degan bu savolga payg'ambarimiz javob berib, albatta chiqadi. Umsizlik ketmanglar yana. Men sizlarga bu xabar degan vaqt to'kishab ketmanglar. Kunlarning birida payg'ambarimiz bir bölük sahabalarni qabristonlik qilib berdi. Tushansin dedi. Belki ular ziyorat qilgan bo'ldi, ziyorat qiladi. Ammo ibrat olsin. Bizning oqibatimiz aman bir kun o'lamiz. Bu dunyo bizga nisbatan bir bosqichlik bir davr. Biz boshqa bir dunyoga o'tib kelamiz. Uning uchun tayyorlik qiling, har vaqt esingizdan chiqaman deb amaliy dars uchun qabristonlik olib berib, u yer duo salom qilib o'tgandan keyin o'lib ketganlarga atrofidagilarga qarab nayt intayin nazuk bir nuqtani o'ttirib qo'ydi. Umidvorlik ummatda musulmonlar umidvorlik ruhini uyg'otadigan bir xitobni bayon qildi. Payg'ambar alayhisalom sahobalarga qarab, bundan keyin, ya'ni men o'lib ketgandan keyin, sizlarni o'lib ketgandan keyin dunyoga keladigan mening qarindoshlarim bor. Mening shularni ko'rgim keldi. Shularni bir quchqimga bosqim keldi dedi.
Shularni bir ko'rib olgan bo'lsam dedi. Nima uchun payg'ambar alayhisalom o'zi o'lib ketgandan keyin bir bo'lik musulmonlarni, bu musulmon ko'rishni arzu. Nima uchun ko'rgisi kelib qoldi? Payg'ambar alayhisalom ko'rishni arzu qilgan musulmonlik sifat bizda tapilam. Faqat ismini qo'yib olganlik uchunlam. Masjid degan chog'da musulmon, maydonga chiqqan chog'da hali liberal, hali kommunist, yana bijimiz bo'lgan bu odamlarmidi bu? Payg'ambar alayhisalom arzu qilgan bu odamlar islom uchun fidokorlik ko'rsatadigan, Allah'ın rizaligini deb harakat qiladigan, Allah'ın rizaligi uchun butun tafakkurini, tasavvurini shunun qartadigan, o'zining aqidasida, fikrida, dunyo qarshida mustahkam turadigan bu azmatlarni ko'rgisi keldi. Lash mijozning hammasi emas. Eminiyeti bilan o'zining musulmonligini, ummat Muhammad tabi'a ekanligini isbotlay oladigan erkaklarni ko'rgisi keldi payg'ambar alayhisalom. Payg'ambar alayhisalom o'zining seg'inganligini ifodaladi. Arzu qilganligini shu yerlik sahobalarga o'ttirib qo'ydi. Endi biz bu kitobni olgandan keyin voqealikning tafsilotga kirishi ilgari demak. Bizda shunday bir tuyg'u bo'ladi. Acaba biz payg'ambar alayhisalomning zamonida yashagan bo'lsak, qanchalik bir musulmon bo'lardik? Payg'ambar alayhisalomning madrasasida, maktabida o'qigan bo'lsak, o'zimizning musulmonligimizni qanchalik namoyon qilardik? Islomga bir qanchalik amal qilardik? Ya samimiy musulmon bo'lib yashamadiq yoki munofiqlarning qatoridan o'rnab qolarmidik? Payg'ambar alayhisalomning davridan bordi bu munofiqlar, ichki yuzlamalar. Xitoyning jasuslik ishlagan bo'lsa, o'z zamonida dushmanga jasuslik qilgan, yahudlar jasuslik qilgan noahlilar o'z zamonidan bordi. Bu yerda qiziqarli bir ish. Payg'ambar alayhisalom o'zi ko'rib boqmagan, orlishib boqmagan odamlarni yaxshi ko'rish. Orzu qilib ketishi, tashna qilib ketishi. Bu odamni haqiqatanmi o'yga soladigan bir ahvol. Buning dalili bu gap nada bor deyish mumkin balkim ba'zi qarindoshlar. Buning daliliga qarasak, Imom Muslimniki kitobida bor bu dalil va boshqa kitoblarda. Payg'ambarimiz kunlarning birida vadittu an qad ra'ayna ikhwanana. İxvallarımni ko'rgan bo'lsam dedi. Bundan bu Misrdagi ixvallar maqsad emas. Qarindoshlar tashkilot maqsad emas. Ya'ni qiyomat kuni davomlashadigan mening qarindoshlarim bor dedi. Mushularni bir ko'rgan bo'lsam degan chog'da sahobalar, biz sizlarning qarindoshlar emasmi? Degan vaqtda sizlar mening sahobalarım. Ya'ni meni ko'rgan, men bilan orlashgan, meni tonigan, meni ko'rib iymon keltirganlar. Sizlar sahoba hamrovochilar deb atalsiz. Ammo mening degan qarindoshlarim taq bu dunyo kammi dedi. Mening shularni ko'rgim bor. Sahoba so'radi. Bu shunchalar insonlarning orasidan u odamlarni, sizlar orzu ketgidek odamlarni qanday toniylar degan vaqtida toniyman. Belgisi va ularning. Chiroyida nur yog'ib turdi, iymon nuri edi. İbadetning ta'siridan tahoratninki belgisi ko'rinib turdi. Fikrning to'g'riligi, e'tiqodining mustahkamligi, axloqining go'zalligi, har sohada musulmonlik ifodasi ko'rinib turib shu yerdan taniyman dedi. Faqatlam tahoratga emas bu gap. Bütün hayotida, tasavvurda payg'ambarni so'ydiganligi, payg'ambarning yo'liga erishadiganligi ifodasi chiqib turib shuningdan bilaman. Ben mush qarindoshlarimning oldinroq bu dunyodan ketib qolaman. Bularni jannat kirdigan eg'izga, havuz kavsar degan yer bularni qarshilish uchun olqishlash uchun saqlab turaman dedi. Shular kelsa, seg'ingal bu dunyoda mening umrim shunchalar ketaman. Oyat o'z bularni mehmon qilib olay. Xursandligimni, bularni yaxshi ko'rganligimni ifodalab shu yerda bularga bir dasturxon solish uchun havuz kavsarda saqlab turaman. Bütün insonlar suv tashna bo'lgan ashuna vaqtda bularni sug'urish uchun saqlab turaman. Afsuski shu vaqt bir bo'lik odamlar meni ishongan bo'lsa-mi, ammo ular mening qishimga kelolmaydi. Mening so'rinimga kelolmaydi. Havuz kavsar kelolmaydi, bu jahannam tarafga olib ketadi. Men deyim, Parvardigor bu menga tava odamlar edi. Menga iymon etgan, o'zini musulmon deb ifodalagan odamlar edi degan vaqtda Alloh taolo, "Yo'q, sen bilmaysan. Sening yo'lingda ma'mudi bo'ladi." Ismda Ahmad Samat qo'yib olgan bilan bularning aqidasi buzuq. Axloqi buzuq. Fikir radikal, ya o'ngchi radikal yoki so'lchi radikal. Bular islomga
Ergişimizdeydi ama İslam'a Müslümanlığı ziyankeşlik kıldıqanlar buladı. İslam'ın düşmanları bilen til bürüktürgenlerdi. Allah'ın yoldan çekinigenler buladı. İslam'ın sözü oturup koya taşlansa, İslam'ın prensipleri oturup taşlansa, işçiden yaman gördü. Sıkılır bula Allah'ın sözü tilgenliğe vakti sıkılır bulanın. Şunu bula, sen miman kıldığın, sen köreşmek olan adamların kadar bula keremmeydin. Bular dozak mahkumdur. Demek bir yerde Peygamber Aleyhisselam işengen adamların kendisi bu Peygamber'e qarindaş olan salayetiga, süpitiga egamiz. Bu hadis qarsak Peygamber Aleyhisselam saqlab turman dedi. Cennet kirdigan yo'lda men kasanglik yo'l asan deb saqlab turman. Ammo Peygamber Aleyhisselam bizni chaqirib tutdi. Sizlar cennet kirdigan ishni qilinglar. Havuz Kavsardan sharbat ichadigan, do'zax tashlanmaydigan ishni qilinglar. Bizde mushu tashnalik bizda bor. Peygamber Aleyhisselam bizni saqlab shu yerga dal joyida to'g'ri sifat bilan to'g'ri yo'l bilan borayli deydigan xarakter ong bizda bor. Bizda shuningga bir hissiyat, oldirash tuyg'u bormi? Yoki bo'lmagan bo'lsa disi davrdi. Zaman o'zgardi, u zaman bu zaman o'xshamaydi deb o'zimizdan belgini qilib, do'zax kirsammi kerak, nim bo'lsam bo'lay demdi. Bunga her birimiz o'ylab baxshlaymiz. Yani Peygamber Aleyhisselam bir layık bir ümmet olup arzusunu iş kaşıramdık. Ya ki olmayan bir ebga bir insan olup Müslümanlıkını dava kılıp İslam'dan zıddıgan eşler sancıp Peygamber Aleyhisselam'ını gam kaygı salamdık. Bunu her birimiz kalbimizden sorsak, Kur'an sünnetinin tarazı özümüz canlasak buna belki cevap tapalışımız mümkün. Köp rahmet, Allah razı olsun. Hakikaten iğir suallar her bir mümin özüdün ciddi şekilde soruşu gerek boğan suallar hakikaten. Peygamberimiz hem de hatta ki Resulullah'a layık bir ümmet buluş için Resulullah ümmet kılgan, ani şu İslam talep kılgan şekildeki ümmet buluş için kıldıqlarımız nurgun elbette. Hatta ki bazıları mesela Peygamber Aleyhisselam'ı hadislerden ya o bu nesini uyan tep bakıdı. Aciz o bu dep degендek. Özü bilmey durup hatta ki Allah'ını yaxşı gör. Normalde peygamberimizle Allah'ını ayırıp etiş ko İslam'ımızda asla mümkün emas bir narsa. Hem de dinde ayrılıklı qaraş. Yani bir insan hatta peygamberini bir taraf koyup tutsak mı? Meni özümden yaratquchisi Allah'a bo'lgan muhabbetim bor. Men Allah'ni yaxshi ko'raman. Meni Allah yaratdi devatgan bir inson agar og'izdan mushu gapni chiqarib salsa, u o'zi ishinayotgan Allah onunga nima deydi? Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullah. Aytqinki Muhammad sallallohu alayhi vasallam ularga yani Allah'ni yaxshi ko'raman devatganligi aytqinki, agar sizlar Allah'ni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashgin deb degin ularga devatdi. Sana ergeçmese, menimi yaxshi ko'rgan bo'lmaydi. Yani yaratquchi Allah'a iman etaman deb birisi da'vo qilgan bo'lsa, u sana ergechishi kerakki, menga bo'lgan muhabbet sevgisida rostchil bo'lganligini isbotlasin deydi. Demak, bu qadar zanjirsiman bog'lab etganda Allah hargiz bir-birini ayirib etishni mumkin emasligini, Rasulullahga ergechishning, Rasulullahni yaxshi ko'rishninki, uning yo'lida menishninki Allohni yaxshi ko'rganlik bo'lganligini bizga bildirishlik Qur'oni Karimda oyatida. Hoş emde biz muşu Resulullah Peygamberimizin qarindaşları buluşqa layık bo'lgan kişilerin süpetlері hakkında biraz to'xtalsak. Belki bazı qarindaşlar yuqorqi hadisga asosan bu Peygamberni ko'maylam iman keltirib Peygamberge qarindaş bo'lg'ini bo'ldi ekan o deb tushunib qolishi mumkin. Mesela unda emas. Peygamberni biz ko'rmadik. Peygamber Aleyhisselam o'lib ketgandan keyin iman aytgan musulmonlarning hech qaysi Peygamber Aleyhisselam bu dünyada ko'rmadi. Ko'rmay turib iman etdi. Buning o'zi yetamdoz yetmaydi. Buning qarta ba'zi men ko'rmadim shu unda bo'lganman, shu sifat tushdi ekanman deb da'vo qilsa, bu oq bo'lgan ish bo'ldi. Shunga Peygamber Aleyhisselam ko'rmay turib iman etganlarning hammasi Peygamber Aleyhisselamning ixvonlarining, qarindoshlarining qatoridan bo'lamaydi. Balki Peygamber Aleyhisselam ixvon bo'lish uchun, ya'ni qarindosh bo'lish uchun bu yerda bir o'lcham, tarozi, sifat deb bilish lozim. Bu sifatlarning birinchisi Peygamberimiz ulan süpetlep yu'minuna bil gaybdi. Sahabeler Peygamber Aleyhisselam'a
qandaq iymon aytgan bo'lsa, bular payg'ambar alayhisolamni ko'rmaydir, xuddi Qur'oni Karimda yu'minuna bil g'ayb degandek shu darajada samimiy iymon aytadi. Payg'ambar alayhisolam va payg'ambar alayhisolam apkagan vahiyga bir bütün holatda bu iymon aytadi, haq deb tasdiqlaydi dedi. Jannat bilan bishorat berilgan sahabalarning birisi Abu Ubayda ibn Jarrah. İslamdagi mashhur qo'mondonlarning birisi, dangliq shaxs. 10 kishining birisi. Payg'ambarimizdan bir savol so'radi. Bizning bu dunyoda ilg'or kishilar bormi? Bizdinmi afzal odamlar bormi? Biz qarasak sizlarga ergishibdik, sizlarga ishinibdik. Sizning yo'llar jihad qilibdik, qanimizni taqdim qilibdik, mol-mulkimizni taqdim qilibdik. Hech qanday bir narsa olmabdik. Bizdinmi ajr jihatda, savob jihatda ilg'or odamlar bormi bu dunyoda? deb so'rag'at payg'ambar alayhisalom nima ish bo'lmoqdek bor dedi. Ular da hozir tug'ilmadi, bundan keyin keladi. Bu odamlar Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e iman keltirdi, Kur'an-ı Kerim'e emel kıldı. Kur'an'ın ko'rsatmasi boyunca emel kıldı. Kömüsü mü bana işinidir. Bu adamlar ecir cihati sildim uğladı. Neymiş yönse, sizler beni körep işendinler. Benim peygamberlik alametlerimni, maddi, mınlıgan mucizelerimni körep işendinler. Ama o qarindoshlarım meni ko'rmay turib ishonganlik uchun ajr jihatda sildan ular ish bichlik qilishmaydi dedi payg'ambarimiz. Demak, bu sifatga erishish uchun bu og'izdagi quruq da'voning o'zi aqmaydi. Iymon so'z bilan tugamaydi. Buning uchun amaliyat lozim. Amaliy harakat lozim. Sog'lom fikr lozim. Bir bütün o'lcham lozim. O'ngchi oshqulliq, so'lchi oshqulliq xoli holatda o'tiradi. Sog'lom, dag'dam yo'lni tutib menish lozim. Yana payg'ambar alayhisalom bu masalani izohlab, kunlarning bir sahobalarni sinab boqmoqchi bo'ldimi? Yoki savol so'radim, bir so'radi. Iymon jihatda eng afzal bo'lgan iymon aytganlarning ichida savob jihat eng afzal bo'lgan odamlarni deb beringlar. Balkim ko'plagan qarindoshlar Hazrat Abu Bakr hammadan afzal deyish mumkin. Bu sahabeler undaq değil mi? Sahabeler başka cevap verdi. Perişteler iman cihat hammadan afzal dedi. Peygamber Aleyhisselam şek yok onun. Çünkü periştelerin karakteri şunda yaratılgan. Günah masiyetten tamamen hali. La ya'sunallahu ma amarum. Şek yok bunun dedi. Unda olub qas perişteler düşmeye qap qas iman cihat en ulug' kişiler peygamberlerdir. Çünkü ular ma'sum insanlar qilchi xatolaşmaydigan shaxslar. Degan va Peygamber Aleyhisselam uningda bir şek yok dedi. Ben onu demedim. Unda olub qalsa başqalarının haqqı çaqilmagan, insanların haqqı daxil taruz yetkizmey bu dunyoda şehit olib ketgan şehitlar degan char Peygamber Aleyhisselam uningda bir şek yok, men onu demedim. Uningda başqa bir shaxslarni, başqa bir insonlarning da'vatini tappaqanlar degan char ul qarab. Peygamber Aleyhisselam unda olib qalsa men sizlarga deb beraman. Ular bizning oramizda yo'q. Mening davrimda bu atrofda bu davlatlar yo'q. Bundan keyin kelib taq tug'ilmadi bo'ladi. Ular meni ko'rmay turib, menga iymon aytdi. Meni ko'rmay turib, mening so'zimni %100 haq deb tasdiqlaydi. Men apkagan ilohiy vahiy bo'yicha menga bo'ladi. Qur'on sunnatning ruhini tutmaydi. Bular iymon jihat eng ilg'or kishilar. Balkim bundan bir savol chiqishi mumkin. Sahobalar afzalmi? Bu Rasulullohning ixvonlari afzalmi? Fazilat jihati sahobalar afzal. Ammo ajr jihatda sahabelerge o'xshash iymon aytadigan, sahabelerge o'xshash ruh ega bo'lgan, sahabelerge o'xshash to'g'ri fikrga ega bo'lgan, sahabelerge o'xshash islom uchun o'zini atay olgan bu shaxslar bu davrimizda bo'lsin, ilgari bo'lsin, keyin bo'lib qolsin, ajr jihatda sahabelardan ish pishirgan insonlar bormi hadisning ro'yi bo'yicha. Bu birinchi sifat. Rasulullohga iymon aytadi, ammo haqiqiy iymon aytadi. Ko'zi bilan ko'rib turgandek iymon aytadi. Şekilvazlıkta emas. Saxtılıqdaki iman emas bularning iman. İkinci sübte bu kişilerin Peygamber Aleyhisselam bo'lgan sevgisi nayt yüksek. Bu Peygamber Aleyhisselam'a qarindosh bo'laman degan kişiler Peygamber Aleyhisselam'a samimiy iman etgan.
Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberligiga ve onunki epkelgen vahiyinin haq ekanligi yo'liningki dünya ahirette hidayetke, bahsat başlaydiganligiga 100% ishonchisi var odamlar. Zaman qayang mans, shamal qayang chiqsa, u yoqqa mangdigan odamlar emas. Biz oyan to'z, u yoqqa, mayan to'z, bu yoqqa ketadigan odamlar emas bu. Balki payg'ambarning yo'lida, islom yo'lida, islom da'vatininki manfaat uchun qurbon berishga tayyor bo'lgan odam. Shuning uchun payg'ambar islom bular to'g'risida inna min ashaddi ummat hubban. Meni ummatimni eng yaxshi ko'radigan odamni qanday odamlar desa, mendan keyin keladigan. Men hayotimdagilar emas, sahobalarım emas. Mendan keyin keladigan odamlar. Bularning birisi menga bo'lgan sevgi muhabbatining yuqorligidan, menga bo'lgan hurmatining yuksakligidan meni ko'rish uchun jinini ato qilishga, jinini taqdim qilishga, butun mol mulkini sarf qilishga tayyor edi. Bu ruh bizda. Biz payg'ambar alayhisalom yaxshi ko'ramiz, alhamdulillah deyishimiz mumkin emas. Unda bo'lib qolsa payg'ambar alayhisalom buyurgan ish mau islomdagi bir farz, mau islomdagi bir vojib payg'ambar bo'lgan. Mushunga amal qilish, mushni himoya qilish ham bormi yo'qmi? Masalan, shariatning yuksak maqsadlari misol olsak, mush bugun haqoratlanyotdi bir qism ahlilar tarafidan. İslam hücum qilinyotdi, o'zi musulmon deb turganlar tarafidan. Ummat chiqsa chiroyi turlayotdi. Musulmonlar yordam bermadi degan sababdan, garchi o'zininki adgoligi, o'zining yaramaslığı, uzun zamandır o'zining mas'ulini ijro qilmaganligini bir taraf qo'yib turib, mas'uliyat boshqalarga atayotganlar islomni kelib chiqsa bugun ta'tuq qiladi. Mushular bormi musibat? Men uni qo'yib turib, masjiddan chiqmaydigan bir bo'lik odamlar bor. Qo'ldan zikr tasbih tushmaydigan odamlar bor. Ammo islomning manfaati uchun, musulmonlarni himoya qilish uchun yoki islom zemini bo'lgan vatanimizni ozod qilish uchun iqtisodinglardan zakatlarni chiqaringlar, xayr ihson qilinglar bir qism boylar birim. Normal odamlarga tilinglarni chiqaringlar, aqidanglar hujumga chiqaryapti. Madaniyatinglar zulmga chiqaryapti. Harakat qilinglar desa bu odamlar nadi? Peygamber Aleyhisselam'ın köğün badiga adamlar özünün cenini, özünün mal mülkini başkanası takdim kılış tayyam. Bu mizanını, bu sıfatını her birimiz özümüzden sorup baksak ol. Sahabeler Peygamber Aleyhisselam'ı yaxşı göretti. Bu sahabeler Peygamber Aleyhisselam'ı yaxşı görgenlikten denizge kir dep kalsın başlasın kiriverimizde tikkilenmeyi. Bu derecede işin etti. Bu derecede hürmetliydi. Endi bu Peygamber Aleyhisselam'ınki men ihvanı olaman, qarinishi olaman degan buna intildigan samimiy, sodiq musulmonlar sahobalarga o'xshash Peygamber Aleyhisselam'ga ishtiyoq bog'lishi, shunday hurmatlashi, uning so'zini tutib menishi, yo'lni tutib menishi ularning majbur. Agar Peygamber Aleyhisselam'ning qarinishi bo'laman deydigan bo'lsa. Bu ikkinchi sifat. Peygamber Aleyhisselam'ga so'ygan. Üçüncü sıfat bu kişilerdeki sabır kılış. Yani sabır kılış emas, çidamlık buluş. Bardaşlık beriş. Ruhluk buluş. Yani sabır kılış tayak kesimi, başı gibi duruş diye məni göstermeyiz bu yerde. Bu hak bilen batıl arasında bir köreş var. Zalim bilen mazlum arasında köreş var. Mustemlik kıyış, tacavuz bilen mahkum bir milletin arasında bir can var. Bu yerde nurgan nemi yüz verdi? Musibet yüz berdi, xapılık yüz berdi. Bugün kunlikka o'xshash aqidada tutmayish, güzel ahlakdan chetlamay, chiqib ketmay, dag'dam to'g'ri yo'lda menish, musulmonlik saqlab qolish uchun bunga bardosh qilish lozim. Shaytonlar tarafdan chaqiryotgan bugun kunlikda aqidani ozdirdigan jin va inson shaytonlar harakat qilayotgan vaqtida bardoshlik berish lozim. Shuning uchun bu sifat ega bo'lmay turib, islomni qo'g'dig'ini vatanni himoya qilgani mavjudligini saqlagan. Bu sebepten Peygamber Aleyhisselam bundakin shundoq bir zamonlar keladi. Sabr qilishga, ya'ni chidamliq bo'lishga, bardoshlik berishga, mustahkam turishga oldirib bel qo'yib etmaslikka to'g'ri kelgan bir zamonlar keldi. Bundan sizlar bormi yo'qmi? Bir tayoq tekib o'g'chalan bo'shab ketadigan musulmonlarning bugungi bir asrlik holi qarablam islomda shakllanadigan, o'zining iymonidan shakllanadigan, o'zining qarindoshlariga zulm qiladigan, hujum qiladiganlarning qatoridanmi yoki aqidalarni mustahkam turadiganlarning qatoridanmi? Mana bu zamonda bardosh qilish uchun
Özünün aqidasida çiң turgan, prinsipi çiң turgan adam çoğunu tutup turgandek yaşaydı dedi. Bu sifat belki bizning vatanimizdagi, gerçi bir qism zulmlarga, besimlar uçkan bolsa-mı, imanını saqlash uchun bardoshlik berib atgan, haq yo'lda kurash qilib atgan qarindoshlarimizga bek tutish kerak boshqalarni. Albatta dunyoda boshqa musulmonlar bor, bu sifat turgan nurg'un musulmonlar bor. Özünün aqidasini qo'g'dashi yashayotgan, cho'g'ini tutib yashagandek yashaydi. Cho'g'ning ustidan mangandek yashaydi dedi. Mushundaq vaqtidami mana mustahkam tura olgan, voz kechmagan, shaytonning yo'liga chekinmagan odamlarga sizlardan 50 odamning ejri savob berildi. Sizlardan, ya'ni sahobalar qartlaydi. Shu keyingi zamonda kelib o'zining aqidasida mustahkam turib payg'ambarga o'zining mansub ekanligini isbotlagan shu azmatlarga sildek el sahobalarning 50 ning ejri shularga berildi. Sahobalar hayron qildi. Bizdan 50 odammi yoki shularning ichida 50 odammi yoki sildan davotman. Bu sifatında asan kelmaydi. Yani biz haq deb e'tiqod qilgan bo'lsak bir narsaga, buningda mustahkam tura olsak, bardoshlik bera olsak, o'zimizdan ustiga tushgan mas'uliyatni ado qilishga harakat qilsak, ondan erishgan bo'lgan sihat. Yani 50 sahobaning ejriga erishmak demak bu. Haq yo'lda mustahkam turish. Nima uchun shunday desa? Chunki bu davrimizda, bugungi zamonimizda sahabelerge o'xshash harakat qilgan, sahabeler qilgan ishni qilgan. Ishning dal o'zindaydi masalan. Shu insonlarga nima uchun buncha katta savob berildi bo'lsa, o'z vaqtida bu sahabelerge imkoniyat chiqdi yaxshi qilishga. Masalan, yetakchi bo'lgan payg'ambarimiz bor. Yo'l ko'rsatgan. Davlat bordi. Muhit ularga her taraftan kolaylık şarait yaratib beradi. Gerçi dünyanın taraftan urushlar bo'lgan bo'lsa. Ammo bugun kunlikda ahvol farq. O'z vaqtida bir-birisiga biz bir iymonlashib oldik. Sening darding bo'lsa men anglay, mening dardimni sen angla deyalaydigan qarindoshlar bor. Bugun kunlikda musulmonlarning bir-biriga bo'lgan ishonchi shu qadar tuvallab ketdiki, bir-birisi ishonmaydigan bir holat kelib qoldi. Haq yo'lda mangishqa, to'g'ri yo'lda mangishqa madad beradigan, yordam beradigan qarindoshlarni topmak bugun kunlikda tashlashib ketdi. Shuning uchun bugungi mushundaq bir taskunlarda sahobalarga o'xshash amal qiladigan, prinsipi ching turadigan odamlarga 50 sahobaning ajri shuning uchun bor. Bu umrning oxirigacha tavranmay mustahkam turish u oson ish emas. Belki bir insan 50 yıl to'g'ri yo'lda minib, ömrüne ahir kelgancha shaytonning ozdirishi bilan bir mansab uchun, million dollar uchun yoki bir qiltaq uchun do'zax mahkum bo'lishi mumkin etsidek. Bu ching turish masalasi bu oson emas. Bu uchinchi sifat. Ya'ni payg'ambar ko'rsatgan yo'lda ching turish. To'rtinchi sifat va bularni oyatda vallazina ittaba'um bi ihsan deydi. İhsan dersine ergeçkenler. Yani İslam'daki dastlabki obrazı olan, namayendileri olan sahabelerge, muhacir, ensarlarga en güzel şekilde ergeçerligeler. Bunlar Resulullah'ın karındaşları. Çünkü ayette sahabeler, yani muhacirler, ensarlar ve ittebeun bi ihsan, kıyamet gün kadar en güzel şekilde ergeçkenlerden ne netice varsa radıyallahu anhum ve radvan. Allah razı olan adamlar buladı. Ve addalahum cennetin tecri. Bular cennetni vaad qilgan, cennetni bekitib qo'ygan odamlardir. Bu cennet faqatlam sahobalarga xos emas. Shularga ihson darajasida ergishib mangan odamlarga cennet bor, Allohning roziligi bor. İhson nima demak? İhson İslamning eng yuksak darsi, iymonning eng yuksak darsi. Ya'ni Alloh taolo meni ko'rib turyapti deb ibodat qilgani buni ihson deymiz. İş hareketlerimizge, gap sözlerimizge her bir işimiz özümüz iyi olalıysak, İslam'dan tarazı boyunca tarazılap gap söz kıysak, ahlaktan çetlimsek, akidemiz müstahkem olsa, her kandak meydan müstahkem turalıysak, İslam'ın körsetmizde, o vaxtıda endin ihsan dersi yetkini olur. Bu üçüncü basmış. İslam, iman, ihsan. Bu sıfatını hazırlayalsak, enin kendiden Peygamber İslam'a qarindosh bo'lish deyip, bu salohiyatni hazırlagan bo'lishimiz mumkin. Beshinchi sifati hadisning o'zidagi
yuqorqi hadisning o'zidagi bayon bo'yicha bular payg'ambar alayhisolamning sunnatini tutibmaydi. Yo'ldan ozmaydi, chetlamaydi. Ya'ni payg'ambar alayhisolamni ko'may ergashganlar, payg'ambar alayhisolam ko'may ishongan bu odamni qanday odam desa, payg'ambar alayhisolam siz bergan siziq bo'yicha bo'ladi. Ya'ni bularning iymoni shu qadar mustahkamki, shu qadar sodiq, samimiyki, og'izlik gap bilan, quruq da'vo bilan, bilakida kuchi bilan, qo'lda to'mutasak bilan gap qilmaydi, balki amaliy harakati bilan ifodalaydi. Va ma ataakumur rasul fakhudhu va ma nahakum anfa. Payg'ambar nimaga buyurgan bo'lsa, bosh ustiga, nimadan to'sqan bo'lsa, uni bosh ustiga deyalaydigan sahobalar o'xshash darajada islomga shunday samimiy, sodiq bo'lgan, islomning g'ami bilan musulmonlarning g'ami bilan yashaydigan. Bu odamlar sunnatni inkor qilmaydigan odamlar. Payg'ambar alayhisolamning yo'lda manish uchun sunnatni inkor qilmasdan. Ammo afsus zamonning bir qism ahli nomardlar islom nomi bilan islomning prinsiplarini chetga qo'ydi. Sharqshunoslarningki falsafasini bozorga solib, payg'ambarimizning sog'lom bo'lgan so'zlarini inkor qilishtirishdi. Bu orqali tadrijiy musulmonlarni Qur'onga ishonib, sunnatga ishonmanglar. Bularning maqsadi oxir olib Qur'onga ishonmanglar. Mavzuga ishoninglar yoki inglizcha ishoninglar demoqchi bo'ldi. Oxirgi maqsad. Mana bu xil krizisga duch kelgan, bu xil ideyaz buzilgan insonlar payg'ambar alayhisolam qarindosh bo'la salohiyatiga qat'iy ega emas. Shuning uchun payg'ambar alayhisolam sunnatni chaqchaq qildigan, yoki o'zgartirdigan yoki inkor qildigan bu xato ozg'un yo'ldan buningdan qattiq saqlanish lozim. Shunga bu sunnat masalasiga kelgan vaqtida yoki payg'ambar alayhisolam ergashish masalasiga kelgan chog'da menda bir qarindosh o'g'ida salohiyat bormi yoki payg'ambar alayhisolamning so'zlariga, ko'rsatmalariga to'g'ri bo'lsa tuzkorlik qilib o'tamdiman degan bu savolni so'rash to'g'ri keldi. Eng oxirgi bir sutda bularning haq maydonida bular tavranmaydi. Bugun zamon o'xshamadi degan bano bilan jilanga o'xshash nimasini o'zgartirilganlarning qatorida emas bu. Buni o'zgartirilganlarning qatorida emas. Har qanday vaqtida o'zi haq to'g'ri deb qaragan yerda mustahkam tur. Ya'ni har zaman haqning g'alaba qilganligi, zulm haqancha eshib ketsa, uning vayron bo'lganligi mag'lub bo'lishi. Chunki payg'ambarimiz la tazalu taifatu min ummati al-haq. Musulmonlarning ichida ko'p sondagi odamlar lashmijaz, bo'shan bo'lgan bo'lsa-mi? Ba'zi sadolardan, ba'zi ovozdan qo'rqadigan bo'lsa, ammo haq maydonida mustahkam turgan odamlar qiyomat kunigacha davomlashadi. Bu odamlar tugab ketmaydi. Bularni so'lab yo'qtanmaydi. Bularni o'ttirib to'ktanmaydi. Qiyomat kunigacha haq maydonida turgan odamlar bor. Mush 6 xil sifatni hozirlagan vaqtida u vaqtida payg'ambar alayhisolamga qarindosh bo'lish sifatini hozirlagan bo'lamiz. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hammamizni nisib qilsin bunga. Xo'sh, hamda albatta yuqorida so'zlanganlarningki aksini tushungan vaqtimizda yuqoridagilarni qilmaganlarning qarindosh bo'lish salohiyati yo'q degan bir natija chiqdi. Shundan o'sma oxirida qisqa bir shaklda normalda musulmonlik mas'uliyatini to'liq ado qilolmayotgan bularmi qarindosh bo'lishga loyiqmi, qarindosh bo'ladimi deganga bir qisqa. Balkim yuqori bayonlardagi ba'zilar kim bo'lishiga qat'iy nazar biz o qarindosh bo'lamisak nima ish qilamiz, musulmon deymiz o'zimizni. Yoki musulmon emasmi deb so'rashi mumkin. Uning javobini qalbidan so'rasi bo'ldi. Xo'sh. Endi qaysi bir inson yoki qaysi bir musulmon payg'ambarimiz iymon etdim degan musulmon payg'ambar alayhisolamga qarindosh bo'lishga tashna bo'lsa, uchrassam bo'ladi, ochiq yuzim bilan Rasulullohning qashig'i berib, Havz Kavsarning sharbatini issam bo'ldi desa, shu darajada mas'uliyatchan bo'lish lozim. O'zining mas'uliyatini ado qilish lozim. İmani mas'uliyatini, axloqiy mas'uliyatini, ijtimoiy mas'uliyatini, iqtisodiy mas'uliyatini, siyosiy mas'uliyatini, fikriy mas'uliyatini ado qilish lozim. Bu quruq gap bilan oqmaydi bu. Buning huddisidan chiqish lozim. Amaliy faoliyat bilan ummat Muhammadga tava ekanligini isbotlash lozim. Bu payg'ambar alayhisalom ko'rsatib bergan bu yo'lga, bu dinga xizmat qilish lozim. Bu jamiyatda buzg'unchilik yuz bergan bo'lsa, islohot tarafini tutib menish lozim. Zulm avjog'imiz zulmga taqobil turish lozim. Mustamlikaga duch kelgan bo'lsak, mustamlikani yo'qotishga, hurlikka, erkinlikka, mustaqillikka buni harakat qilish lozim. Yo'q, bu mustaqillik degan tashkilotning ishi deb buni tashkilotga atib qo'yib, beshini yo'g'ilib, mening nomzim bilan ishim tugdi desa, bu salohiyat u odamga tushmaydi.
Ma yol sizlarning mas'uliyatinglar musulmon bo'libsizlar desa, yo'q buni qilsak u bo'ldi, buni qildi deb tilni chaynab tursa, bu sifatmi odamlar tepilmaydi. Chunki bu sharafga ega bo'lish uchun ularning o'ziga tushgan mas'uliyatni ado qilish lozim. Kim bo'lishdan, qaysi maydonda, qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar. Chunki farz ularning gardinida bormiz. Zulmga qarshi turish ularning mas'uliyati. Vatanni qutqizish, millatni qutqizishmi musulmon bo'lish bilan ularning majburiyati. Bu maydonda bormi, yo'qmi? Faqatlam masjiddan chiqmaylar bu ishning uddasidan chiqqan bo'lmaydi. Bu mas'uliyatni ado qilgan bo'lmaydi. Natijada İxvanur Rasul payg'ambarniki qarindosh bo'l salohiyatga ega bo'lgani bo'lmaydi. Shunga qaysi bir odam islomga ta'tib qarasa, bugun xafalikni o'zining abgaligidan, noahliligidan, maydonsizligidan, fikrning buzg'unligidan, idisining buzg'unligidan ko'rmay, islomdan ko'rsa, islomga da'vat qilishdan chekinsa, musulmonlarni Hristiyan bo'lish, Yahudi bo'lish, kommunist bo'lish yoki islomdan chiqib ketish tashabbus qilsa, bu odamlar payg'ambarning qarindoshi bo'lish yiroq. Xiyol bularga nisbatan. Demak, bir odam ko'ranmay, Rasulullohni ko'rmaylam iymon etib qo'yganligi uning qarindoshligini isbotlamaydi. Balki bu yer Rasulullohga samimiy iymon keltirish, xuddi sahobalar iymon keltirgandek iymon keltirish, sahobalar payg'ambar qanday yordam bergan bo'lsa, qanday yo'lanchiq bo'lgan bo'lsa, yo'lini qanday qo'g'dab mangan bo'lsa, qanday erishib mangan bo'lsa, shunday mangan vaqtida endan bu salohiyatga ega bo'ladi. Xulosalar vaqtimizda bu Rasulullohga ya payg'ambar qarindosh bo'lamiz degan odamlarni qisqarsak gapni birsi samimiy iymon keltirish. Saxtpazlikdan, shakilvozlikdan qutulish. İslamning buyruqlariga bo'ysunish. Davr islomga hargiz taqoshmaydi. Mayli bundagi yana 30 yil, 50 yil yashayli, uchur davri, texnik davri, yana bir nima deb atalson, islom yani tik turdi. İslam yo'qolib ketmaydi. Allohning nuri cho'qim qalbi qil. Buni musulmon cho'qim iymon etish lozim. Bugungi Xitoy tajovuzi bo'lsin va boshqa tajovuzlar dunyoning nerda bo'lib qolsin, mag'lubiyat cho'qim ular mahkum bo'ldi. Bu iymonning natijasi. Bir shart vazifamizda ado qilishga bog'liq. Ustimizga tushgan vazifani kuchimizdan yetishicha ado qilishga bog'liq. Prinsipdan tavranmagan asosda. Ikkinchisi bu sifat qiyomat kun qadar millatlarda, xalqlar tepiladi, qarindosh bo'lish sifati. Ammo samim bo'lishga bog'liq. Uchinchi birisi bular jahonning ahvoli qartash qilmaydi. Zamon bunda bo'lib ketdi deb shamol qayansiz uyoqmaydi. Haq yo'lda turdi, haq yo'lda jihad qiladi. Allah'ın yolida o'zining har qanday narsa bo'lib qolsa taqdim qilishga tayyordir. To'rtinchi birisi bular payg'ambarning yo'lini tutmaydi, payg'ambarning sunnatini qo'g'daydi. Payg'ambarning sunnati bilan chaqchaq qilmaydi, ya o'ynashmaydi yoki uni o'zgartmaydi. Mayli hokim bo'lsin, mayli mahkum bo'lsin. Beshinchisi boshqalardan bular farqli. Ya'ni og'zida da'vo qilib sha oladigan, shasadiganlardan farqli. O'zining amaliyati bilan, dunyo qarashi bilan, fikri bilan siyosiy hayoti bilan, iqtisodiy hayoti bilan, fikri, ijtimoiy, ibodat, axloq hayoti bilan Rasulullohning bir ummat ekanligini isbotlashga, aminlashtirishga urindi. Mana mushu sifatga ega bo'lgan odamlar payg'ambar alayhisalom qarindosh bo'lish, salat ega bo'lib bo'lmay qolib qolsa, shakilvozlik bilan payg'ambar alayhisalom qarindosh bo'lgani bo'lmaydi. Alloh taolo hammamizni samim bo'lgani, ixlosman bo'lgani, payg'ambar alayhisalomga qarindoshlik xarakterini ya qarindoshlik sifatini o'zimizda o'zlashtirishni nasib qilsin. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Hurmatli ma'lumot bali. Qadrli qarindoshlarimiz, shuna qilib bugungi 77-sonimiz mushada oxirlashdi. Anglab o'tdik qadrli qarindoshlar. Rasulimiz orzu qilgan ana shunday bizni ko'rishni seg'ingan mu'min bo'lish uchun albatta qilishga tegishlik majburiyatlarimiz var. Bunu qila olsak, nima degan bir cho'ng bir baxtki bizga payg'ambarning seg'inishiga loyiq bo'la olgan ana shunday baxtlik oxir zamonda yashab qolgan bo'lsak makarcha, uning jumlasiga kiralaymiz. Ammo buni qilolmasak afsuski nurg'un xato ishlarga uchraydigan gap. Rabbim inşallah her birimizni bu tushuncha bo'yicha amal qilishga muyassar qilsin. Afsuski ba'zi ko'rmanlarimizning men javob bermaydi masalada. Ammo
İslamni tushunish xato tushunganligi yoki to'g'ri manbasini o'rganolmaganligi yoki bundan mahrum qolganligidan bo'lsa kerak. Bir ko'rurmanimizning yozgan narslarga haqiqatan ko'nglim yerim bo'ldi. Rabbim inshaalloh to'g'ri tushunchaga muyassar qilishini Rabbimdan tilayman. Siz islomninki bu arab musulmonlarning bilgan bizga ega chiqmayotganligi, Uyg'urlarning beshiga kelgan bunchalar ig'ir kunninki beshimizda bunchalar kun tursa islomni tahlil qilib nima qilamiz degandek gaplar haqiqatan insonni qayg'uga soldi. Boshqa musulmonlarning bizga ega chiqmaganligi yoki arablarning o'zining ichidagi ahvoli bularni bir chetga tamoman qayirib etib turib siz islomga hukm qilmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan Rabbim sizga normal bir saranglardan emas, normal bir aql bergan bo'lsa, o'z mustaqil aqlingiz bilan islomni bir tekshirib beqing. Islom haqida bir izlanib beqing. Xuddi dunyoning nurg'un bo'lgan har kuni u yerda xabarlarni ko'rsiz. Dunyoning eng mashhurlari o'zining butun hayotidagi yillarcha botil hayotda o'tgan hayotini tashlab islomni tekshirib bakkandan keyin islomning qanchalik ulug' bir din ekanligini tushunib, o'zining butun o'tmishidan ayrilib, islomni qabul qilib, islomda mengayotgan insonlarning hikoyalarini o'qib beqing, anglab beqing. Islomni o'zingiz tekshirib, mustaqil aqlingiz bilan boshqa musulmonlarning bilgan qilayotgan ishlarga qarata islomga hukm qilishdan yiroq turing deb buni tavsiya qilaman. Chunki bu aqldan Rabbim sizga bergan bu aqldan cho'qim sizni cho'qim qiyomat kuni so'raydi. Men sana aql bergandim. Herkes atrofdagi kishilarning, musulmonlarning bir-biriga qilayotgan, chunki ular musulmon, hammamiz musulmon bo'lgan bo'lsak-mu, shu xato tushunchaning sababidan nurg'unlar qanday qildi? Shu o'zining islomiga qarshi nurg'unlagan xatoliklar sodir bo'lishi mumkin. Bunun qarab turib islomga hukm qilishdan hazar aylab o'zingiz mustaqil tekshirishingizni umid qilaman. Balkim ismingizga loyiq emas bir şekilde gaplarni qilibsiz. Chunki bu ismni tekshirsa Muhammad Amin yari mamtimin degan gap aslida Muhammad Amin Rasulimizning ismi. İşençilik bo'lgan Muhammad Aminning balki ota-onasiga ana shunday payg'ambarimizning Muhammad Aminninki yarallaridan bo'lsin deb qo'ygan bo'lishi mumkin bu ismni. Agar bu ism sizning bo'lgan bo'lsa, mushu arzular bilan qo'ygan bo'lishi mumkin, ammo bu ismga loyiq bo'lmagan so'zlarni chiqarib sapsiz Rabbim inshaalloh hidoyat qilsin. Mustaqil holatda tekshirib dinimizni tushunishingizni tavsiya qilamiz. Rabbim barliq qarindoshlarimizni, hammamizni islomni to'g'ri tushunishga muyassar qilsin. Oldimizdagi haftada Rabbim ömür berse görüşkice aman boğaçlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.